Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda Mercedes-Benz W220 modeli bo'ladi. Akalar, mashinamiz 2001-yil ishlab chiqarilgan, 230 ming kilometr bosib o'tgan 3.2 motor. Motorning holati zo'r, ходовой, pnevmalarigacha hammasini yangi qilib qo'yishgan ekan. Korobkalari avtomat korobka, korobkalari ham zo'r. Hattoki mashinamizning konditsioneri ham ishlaydi. Narxini ham sirasi aytib o'taman. Narxi 7700 AQSh dollari. Egar nomerini yozib qo'yaman. Endi mashinani bitta ko'rib chiqamiz. Turishini qaranglar, o'zini kovni diskalarida turibdi. Takoy oq slonovый ko'st rangida 3.2 motor. Akalar, lyuklari bilan full. Mashinani kuzovida mayda-chuda ishi bor, ya'ni bamperni septirib yuborish kerak ekan. Aytib o'tganimdek, lyuklari ham bor. Bejeviy salon, hozir bilan orqa rakursini ko'ramiz va interyerga atdagi to'xtalamiz. Двойной выхлопной sistema, juda ham chiroyli bo'lgan. Optika S350 shildiklari bilan bagajlari juda ham katta. Polniy sensorlari, hamma narsasi ishlab turibdi. Aytib o'tganimdek, mashinamizning 4 ta eshikli davutchigi ham bor. Bejeviy salon, avtomat korobka, o'zini magnitofoni, o'zini monitori, klimat kontrol zonasi, elektronniy ruli, kruiz kontroli, hop sidenalarni, bokovlarni boshqaradigan va stiklopodъемniklarni boshqaradigan rejimlari aytib o'tgandek, hattoki lyuklargacha mavjud. Okalar, narxini eshitdinglar. Narxi 7700 AQSh dollari. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Mercedes-Benz W220.